Assalomu alaykum texnika ishqibozlar, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi sotuvda Dosang 140 DX texnikamiz 8 ta balonlari yangi. Bundan oldingi qo'ygan videomizda 145 talik Volvo qo'yganda bir kunda barakasi bo'lib ketdi. Xudo xolasa narxlarni ham videoning oxirida qo'yib boramiz. Texnika juda go'zal, sostenasi. Texnikamiz 2013-yil ishlagan soat motochaslari. Xo'p, 20 ming motochas. Salon holatlari ham juda zo'r holatda. Ko'rishingiz mumkin, strelada umuman muammosi yo'q. Ko'shlar zo'r holatda turibdi. Qiziqqanlarga transhe ko'shlarga, transhe ko'shlarni ham baraka qo'ramiz. Kelish bo'lsa, ramalarda umuman yo'q. Sirazi olasizlar, ishga chiqarasizlar. Texnika ko'rishingiz mumkin. Gidravlika tomonlaridan, gidravlika nasoslari toshbaqa nasos bo'ladi. Yaponskiy. Buni texnikani mini yurganlar juda yaxshi bilishadi. Kolbasa nasoslarga o'xshab injiq nasos bo'lmaydi. Yo'q ham bo'lsa ham sirazi uravermaydi bu nasoslar. Ko'rishingiz mumkin, pоворот, распределитель taraflaridan muammosi yo'q, motor injektor tomonlari ham zo'r. Olasizlar, sirazi ishga chiqarasizlar. Texnikamizning narxini 57500 ozgina tushib beramiz. Qiziqqanlar bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.